Ustaga fundamentni necha pul qo'yyapsizlar? Bugungi kunda Vagonli metr 80 ming. 80 ming so'm qo'yilyapti. 80 ming. Pastga 70, Pastga 70, bu yog'i 40 40 ga 70 ha. Uni ichiga kiradi 20 sm kavlash ham kiradi. 20 santimetr pastga olinadi. Bilamizki, mana bu serdechkalarimiz kalonni. Kalonni 30 ga 30 ekan. 30 ga metr 30 ming 40 ming bo'lyapti. 30 ming, 40 ming. Metr qo'ygan. Boshlanish shunaqa narsa. Boshlash ha. Endi o'zgarishi mumkin. Gaza bulovlarni mana aka o'zi ham marjon qilib teribsizlar buni. Bular necha puldan qilib berasizlar buni terib berishi? 7 ming 8 ming qanaqa qo'ygan. 7 ming 8 ming so'm. 7 ming 8 ming. Shu bir kunda 3 kishi ishlayapsa nechta terib olasizlar? 3 kunda 100 200 ta 250 ta getirish. 250 taga terib olasizlar. 800 ga chiqib ko'tariladi. Ha, nolda o'z vaqt tushadi. Nol chiqargan yog'i ishlamas. Tez ko'tarilib ketadi. 200 ta ursa bo'lalar. Bo'ldi. Kuniga, bir kuniga. Ustaga bo'ldi. Man Shahrixondagi akalar chiqib qoladi, boshqa yana klientlar chiqib qolsa, qo'rqmay ishongan ustam bormi desa, nomerlar bersak bo'lar ekan. Rozi bo'lsa, nomerlar yozib qo'yamiz tagiga. Aloqaga chiqishadi.